kompressor masalasi, ya'ni suv to'plangan joylarni havo bilan tozalash. Misol, bagaj tagidagi nomer qismlari, misol, o'sha qismlar suv to'planib qoladi. Shu joyni tozalashda kompressor haqida ko'pchilik so'raydi. Kompressor, xo'p, kompressor odatda bepul taqdim qilinadigan narsa. Moykani kim qursa, endi baribir ro'zg'orga bir 3-4 so'm foyda bo'lsin deb quradi-da. Kompressor qo'ysa, to'lov qilinmasdan foydalaniladigan funksiya sifatida ko'riladi. Lekin kompressor qo'yadigan bo'lsangiz, bu qulaylik sizni moykangizga kelayotgan mijozlar oqimini oshirib beradi. Ya'ni kompressor qo'yish orqali siz to'g'ridan-to'g'ri kompressorni o'zidan foyda qilmaganligingiz bilan umumiy moykadan foydangiz baribir oshadi. O'shaning uchun kompressor qo'yishni tavsiya qilaman. Iloji boricha bir nechta kompressor uchun bir nechta turbalar tushirib, haligi prujinobrazniy anaqa bor, shlang bor. O'sha shlang bilan pistoletchasini bosgan paytda havo chiqadigan qilib qo'yib qo'yilsa, bu ham mijozlar uchun yaxshi qulaylik bo'ladi. Bir duo qilib maza qilib ishlatishadi. Pilisos, aristo masalalari-chi, uni mijoz o'zi oladi. Xo'p, pilososni agar mijoz oladigan bo'lsa, biz bepul moykaga integratsiya qilib berishimiz mumkin. Natijada pilososdan moykani mijozlari pul to'lab foydalanishi mumkin. Lekin buni ham individual vaziyatlari bor. Ya'ni agar atrofingizda ko'plab sammoykalar bo'ladigan bo'lsa va sizning moykangiz faqat pulli pilosos qo'yib qo'ysa-yu, boshqa moykalar bepul pilosos qo'yib qo'yadigan bo'lsa, unda bu vaziyatda pulli pilosos qo'ymaslik kerak. Lekin atrofingizdagi sammoykalar agar pulli pilosos qo'ya boshlagan bo'lsa, unda siz ham pulli pilososni qo'yib qo'ysangiz, bu ham o'ziga yarasha foyda bo'ladi. Hech bo'lmaganda o'sha o'zini ishlatgan tokini, masalan, pilosos ham qanchadir vaqt ishlab buziladi, uni ham remont qilish kerak, xarajatlar bor va hokazo. O'shaning uchun buni ham pulli qilib qo'ysa ham daromad, ham o'zini o'zi xarajatini qoplab turadi.